Assalomu alaykum. Biz bugun Ahsanga mikroskop oldik. Hozir mushugimizni nimasini ko'ramiz, tuyini. Ну-ка, давайте я посмотрю, дети. Ахсан, отпусти, пожалуйста. Пускай он даже смотреть не умеет. Смотри, он там глаз закрыл, а этот глаз открытый. Давай сюда. Zo'r ko'rinar ekan. Bu bizning mushugimizning tuyi. Это микроб, что ли? Это не микроб, это волосы. Ага. Когда уже видео? Жди. О. Классно? Ага. Вот бы здесь живые бактерии еще увидеть, да? Угу. Вот мы shunaqa ko'rinar ekan, xullas. Mana уже все, да? Ertalabdan mamutlarni tozalashyapti bunaqa. Davlatdan kelib, shunaqa tozalab ketishadi. Qo'shnim ketyapti. Bularni qarab o'tirish men uchun terapiya. Mazza, men ham yaxshi ko'raman rosa gazanokasilka bilan o'tlarni shunaqa qilib yurishni. Oldin o'zimizni bog'chada qilardik. Lekin og'ir narsa bo'lardi. Bu yerni mana tozalashyapti. Bu yerni egasi Germaniyada. Bu ham kelib shotga bironta uy qursa, o'zi chiroyli bo'lardi. Oynam ro'parasi. Bugun ertalab shunaqa ovozlar bilan uyg'ondik. Boyotani namozdan chiqishini kutyapmiz. Hozir bog'ga borib, yaproq to'plamoqchiman, uzum yaprog'ini. Salat qilamiz. Sizlar bilan birga ko'rsataman. Qilib ko'ringlar, juda ajoyib mazali salat. Mana bunaqa barglarni svejisilarni to'playmiz. Mana shunaqa yaltillab turganlarini va buradan hozir zo'r salat qilamiz. Men rosa ham yaxshi ko'raman bu salatni. Qaynonam o'rgatganda. Demak, hozir bu yaproqlarini yaxshilab oldin yuvib olamiz. Qo'limda kamera, o'shaning uchun yuvgan bir xil proseslarni ko'rsatmayman. Lekin hozir mana baylarimizni yuvib olamiz. Mana bularni yuvdim. Mana bunaqa joylarni olib tashlaymiz. Mana bunaqa bukib olib kesamiz mana bunaqasiga. Mana bunaqa kesib oldik. Endi bularni posudasiga qo'yamiz. Yo'q, endi tuz, qizil paprika, молотый красный перец, achchiq bu bizaniki. Sizlar xohlasanglar achchiq solmasanglar bo'ladi. Limonная кислота обязательно bu. Turklarda mana bunaqa fosforda. Sumak degan narsa bor. Lekin bu anu beshini sumak emas. Mana bunaqa pripravasi bo'ladi bularni, sumak degan. Menimcha bu adashmasam barbarisni молотый, yana bilmadim. Xullas mana shu sumakdan ham ozgincha qo'shamiz. Va buni yaxshilab qo'linglar bilan g'ijimlab aralashtirishingiz kerak bo'ladi. Elaman, o'qlovimmi? Nimaga bunaqa qilib qo'ydim deb o'ylaysizlar? Hozir sizlar bilan biz bitta pechonniy pishirib ko'ramiz. Internetda ko'rdim men buni va birga qani qilib ko'ringlar. Qanaqa bo'lar ekan? O'xsharmikan, o'xshamaymikan? Na vid juda ham appetitniy ko'rinmatoda va rasman ham qilgim kelib ketdi. Xullas, o'qlovinglarni shunaqa folga bilan o'rab chiqasizlar. Hozirini buni ustidan
Buni oti nima edi? Mana shu bilan yana o'rab chiqasizlar. Xullas, pishiriq mana bunaqa qog'ozi bor-ku. O'shan bilan hozir yana buni ham yana o'raymiz. Mana qizjonim menga telefonimga mana bunaqa chexol qilib beribdilar qog'ozdan. Tak, xullas, o'qlovimizni mana bunaqa qog'oz bilan, pishovoy qog'oz bilan o'rab qo'ydim. Xullas, bildinglar buni nimaligini, men esimdan chiqdi. Mana bitta sloyoni testamiz bor bizning bunaqa. 4 ta list oldim. Hozir bular tez eriydi. Erigandan keyin buni mana bunaqa kesamiz uzunlik bilan o'qlovimizga o'rab chiqamiz. Endi ichidagi kremini tayyorlaymiz. Buning uchun mana bunaqa slivka kerak bo'ladi. 35%li. Keyin krem shanti degan mana shunaqa narsa bor. Buni 2 ta paketi kerak bo'ladi. Va ozgina mana bunaqa labni qo'shamiz. Va buni hammasini mikser bilan aralashtiramiz. Mana slivkam, mashincha, shunaqa gustoy. Endi bu yerga krem shanti qo'shamiz. 2 ta paket. Xamirlarimiz ozgina erigandan keyin 3 ta lenta qiladigan shaklda kesamiz. Ya'ni 1, 2, 3 ta lentachiga bo'lishi kerak. 2 ta kesamiz. Mana bunaqa o'rab chiqdim. Endi buni ozgina mana bunaqa yaxshilab bostirib, qatach qilib olamiz. Duxovkaga oldindan 180 darajada isigan duxovkaga solamiz. Hozir ustiga solishdan oldin, lekin обязательно tuxumni sarig'i bilan ozgina shakar sepaman. Mana pishdi. Faqat men buni ovqatlanayotganimda ozgina esimdan chiqib qoldi. Sal-pal kuygandek turibdi. No, вроде yo'q, нормально. Вот поэтому qarab xabar olib turinglar. Yana unutib qo'yib, menikiga o'xshab ozgina kuyib qolgandek bo'lmasin. Endi buni ozgina sovutamiz va ichini keyin kremini to'ldiramiz. Bir amallab 2 ga bo'ldim, chunki meni oshxonada qaychim yo'q edi. Men bunaqa pichoq bilan bir amallab qildim, maydalanib ketdi ko'p, stenkalari sal kalta bo'lib qoldi. Sal teparoqdan kesishim kerak edi ularni. Xullas, mana shunaqa kesib oldim endi bularni. Ichiga sovigandan keyin kremini qo'yamiz. Ustiga mana bunaqa qilib bananla terdim, kremini mana qildim. Lekin buni ichiga qulupnay qilmoqchi bo'ldim, lekin qulupnayim qolmabdi. O'shaning uchun banan qilib yubordim. Sizlar qulupnay qilishinglar mumkin. Nariyo tomoni ham xuddi mana shunaqa kremlar bilan banan qildim. Mana shunaqa pechonniy qildim. Sizlar ham qilib ko'ringlar, yeb ko'ringlar. Yoqimli ishtaha. Немножко это делать лишь. Yana bizada mana bitta mushukcha paydo bo'ldi. Bu mushugimiz homilador. Ko'chadan orqamizdan ergashib keldi. Juma kuni kelgan bo'lsa, shanba, yakshanba, dushanba. 3 kun mana uyimizdan, eshigimizdan tagidan hech ketmaydi. Mama, Daryoga у нас завтра berganman. anneler günü da. Ne знаю, bolam. Manda joyi bor, suv bor. Ovqatlarini olib keldim bugun, berdim. Maza qilib, kayf qilib yotibdilar bu yoqda. Hech ketish niyatlari yo'q. Lekin juda shirin. Bu uyda boqilgan. Bilinib turibdi. Видела, какие зубы острые. Uyda boqilgan shu. Uyga rosa kirgisi keladi, lekin kirgizmayapmiz, и уже bilyapti mumkin emasligini. Faqat mana shu yotibdi endi. Bolalar. На мои ножки, она потому что же меня полюбила. Полюбила она тебя, да? Она мои ножки. Ее животик не трогай, ладно? Там же у нее бебек есть. Протёчка, какой у нее вся такая. Играться хочешь, что? Моя Assalomu alaykum. Она хочет с nami играть? Menga SMS yozib, kommentariyalarda ko'proq uzunroq video qiling deb yozganlarga hammaga katta rahmat.
qo'ldan kelgancha uzun videolarni olishga harakat qilaman, lekin o'zi bo'lmayapti. Vaqtim juda ham tez o'tib ketyapti. Hech narsaga ulgurmayapman. Ikkita o'qish o'zi bo'lmas ekan. Bundan tashqari konsultatsiya qilishlarni boshladim. 2-3 oydan beri konsultatsiyalarni qilyapman. O'shaning uchun mabodo shaxsiy konsultatsiya kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shu uy ishlari bilan, o'qishlar bilan, konsultatsiyalar bilan, ikkita bolajonlar bilan mana yuribmiz. Yana bir bor katta rahmat aytaman e'tiboringlar uchun. Vloglarimni yoqtirib kuzatayotganinglar uchun layklarni bosib, podpiskalar qoldiringlar. Kuninglar zo'r o'tsin. Обязательно xudo xolasa yana uzun vaqtini uzunroq qilib videolar olishga juda ham harakat qilaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.